Sizlar nima kerak sizlarga? Biz mana shu domdagi gijjalarmiz. Bu domda bolasiga e'tibor bermaydigan yagona ona siz qoldingiz. Boshqalarning uyida yashamayotgandik. Mana, endi biz keldik. Bolangizning yuziga har xil dog'lar ko'payadi. Bo'yi o'smaydi. Immuniteti tushib ketadi. Xotirasi esa pasayib ketadi. Hoy, kelin, mana kecha Instagramda Vitavi degan mahsulotni ko'rib qoluvdim. Ana o'zimizning chempionimiz bor-ku, Shahram G'iyosov. O'sha ishlab chiqarayotgan ekan. Mahsulotning ichidachi bolani gijjasini to'kadigan, immunitetini baquvvat qiladigan, aqliy faoliyatini mustahkamlaydigan, yana kamigachi bo'yini o'stiradigan komponentlar bor ekan. Mana hozir hamma ota-onalar bolasiga shundan zakaz qilishyotgan ekan. Unda oyijon, hozir zakaz qilamiz-da.